Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xo'sh, navbatdagi misolimizga ko'rsak. 31-misolimizga 2 darajasi x minusdan 3 darajasi y teng 0 berilgan ekan. 2 taqsim x plyusdan 3 taqsim y teng 1 degan ekan. Xo'sh, bizga topishimiz kerak ekan 2 darajasi x plyusdan 3 darajasi y ning qiymatini. Xo'sh, birinchi navbatda mana buni 2 darajasi x deymanda 3 darajasi y ni u yoqqa o'tkazaman. Endi ikki tarafni logaritm 2 asoskora deb olaman. Logaritm 2 asoskora. Xo'sh, buni boshqa yozib olaylik. Logaritm endi bizga 2 asoskora 3 ning y bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu bizga x oldiga chiqadi, logaritm 2 asoskora 2 u 1 deb beradi. Bundancha y ko'paytirilgan logaritm 2 asoskora 3 bo'ladi. Mana bizga x ni y ga bog'liq ifodasi kelib chiqdi. Xo'sh, endi buni endi biz x ni topa olamiz. 2 taqsim x teng bu y minusdan 3 taqsim y bo'ladi. Bundan x ni topa olsam, menga 2 y taqsim y minus 3 bo'ladi. Endi x imiz bor. Shuni tenglashtirsam, y ko'paytirilgan logaritm 2 asoskora 3 bo'ladi. Bundan y'lar shunday qisqarib ketar ekan. Bundan kelib chiqadiki, y minus 3 teng 2 taqsim logaritm 2 asoskora 3 bo'ladi. Xo'sh, bundan 3 ni u yoqqa o'tkazib mahraj beraversam, 2 plyusdan 3 logaritm 2 asoskora 3 taqsim logaritm 2 asoskora 3 bo'ladi. Y teng mana buni 2 ni logaritm 2 asoskora 4 deyman. Buni 3 bizga darajaga chiqadi, 27 bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, logaritm 2 asoskora 27 ni 4 ko'paytirsam 108 bo'ladi. Taqsim logaritm 2 asoskora 3 bo'ladi. Bundan shakal almashtirishdan ketsam, logaritm 3 asoskora 108 bo'lar ekan. Mana. Bizga y ning qiymati kelib chiqdi. Biz boshida mana buni 2 darajasi x teng 3 darajasi y edi. Shundan so'ng olib borib mana buni o'rniga qo'yamiz. Qo'yib olsam, menga 2 ta 3 darajasi y hosil bo'lib qoladi. Teng qo'yib olsam, endi 2 ko'paytirilgan 3 darajasiga logaritm 3 asoskora 108 edi. Teng 2 ko'paytirilgan bu 3 bilan 108 o'rnalmasa 108 beradi. Ko'paytirsam menga 216 kelib chiqadi. Mana bizga javobimiz 216 ekan.